Bugun men juda muhim mavzuni sodda qilib tushuntirib beraman. Yangi to'lovlar nima? Ular kimga tegishli? Kim to'lashi kerak? Kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir tadbirkorga uy-joyi, mashinasi, yer uchastkasi yoki kichik daromad manbai bor odamga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Chunki ko'pchilik to'lov deganda faqat jarima yoki soliqni tushunadi. Lekin amalda yangi to'lovlar turli ko'rinishda keladi. Davlat boji, yigim, majburiy badal, xizmat haqi, qayta hisob-kitob, penya yoki elektron tizim orqali undiriladigan to'lov. Shu videoda men sizga kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar uchun bu o'zgarishlar deyarli ta'sir qilmasligini, qanday hujjatlarni tekshirish kerakligini va eng muhimi, ortiqcha pul to'lab yubormaslik uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men amaliy qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bu kabi tushuntirishlar sizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejashga yordam beradi. Avval qanday edi? Oldin ko'p to'lovlar odamga qog'oz xabarnoma, mahalla orqali ogohlantirish, soliq inspeksiyasidan kelgan xat yoki kommunal idora hisob-kitobi orqali ma'lum bo'lardi. Masalan, uy solig'i bo'lsa, odam yil boshida yoki yil davomida soliq summasini bilib, bo'lib to'lardi. Kommunal xizmatlarda esa hisoblagich ko'rsatkichi asosida to'lov qilinardi. Mashina, yer, ijara, tadbirkorlik faoliyati bo'yicha majburiyatlar ham alohida tartibda yuritilardi. Hozir nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundaki, ko'p jarayonlar elektron tizimlarga o'tyapti. Ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Kadastr, soliq, bank, notarius, kommunal idoralar, yagona portal, elektron hisob faktura, onlayn kassa, ijara shartnomasi, transport ro'yxati va boshqa bazalar. Natijada ilgari ko'rinmay qolgan yoki odam o'zi bilmagan majburiyatlar ham tizimda chiqib kelishi mumkin. Bu yangi to'lov degani har doim yangi soliq joriy qilindi degani emas. Ba'zan eski majburiyat yangicha tartibda ko'rinyapti. Ba'zan hisoblash usuli o'zgaryapti, ba'zan imtiyoz muddati tugayapti, ba'zan esa odamning mulki yoki daromadi haqidagi ma'lumot yangilangan bo'ladi. Masalan, odamning hovlisi kadastrda 6 sotik deb turgan. Aslida esa keyingi yillarda qo'shimcha qurilish qilingan. Kadastr ma'lumoti yangilangandan keyin soliq bazasi oshishi mumkin. Yoki kvartira ijaraga berilgan, lekin ijara shartnomasi rasmiylashtirilmagan. Elektron ma'lumotlar orqali daromad aniqlansa, ijara daromadidan soliq masalasi paydo bo'ladi. Yana bir misol, tadbirkor onlayn kassa orqali savdo qilyapti, lekin ayrim tushumlarni noto'g'ri kiritgan. Tizim solishtirganda farq chiqadi va qo'shimcha hisob-kitob talab qilinishi mumkin. Men bu yerda eng muhim fikrni alohida aytaman. To'lov chaqdi degani darhol borib to'lash kerak degani emas. Avval uning nimaga hisoblanganini, qaysi davr uchun ekanini, sizga haqiqatan tegishlimi yoki yo'qligini tekshirish kerak. Chunki amaliyotda xatolar ham bo'ladi. Eski qarz yopilmagan ko'rinishi, kadastrdagi maydon noto'g'ri bo'lishi, kommunal hisoblagich raqami adashishi, bir xil to'lov 2 marta chiqishi, boshqa odamning majburiyati sizning shaxsiy kabinetingizda ko'rinishi mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tibor berishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh ko'chmas mulki bor odamlar. Uy, kvartira, dala, hovli, yer uchastkasi, noturar joy, do'kon, ombor, ofis, ustaxona yoki boshqa bino sizning nomingizda bo'lsa, siz soliq va ayrim mahalliy yig'imlar bo'yicha majburiyatga ega bo'lishingiz mumkin. Bu yerda asosiy masala mulkning kadastr qiymati, maydoni joylashuvi va foydalanish turi bilan bog'liq. Oddiy misol olaylik. Sizning kvartirangiz bor. Kadastrda qiymati 3 million so'm deb belgilangan. Agar mol-mulk solig'i shunga qarab hisoblangan bo'lsa, soliq summasi aynan shu bazadan kelib chiqadi. Agar keyin kadastr qiymati 5 million so'mga yangilansa, to'lov ham oshishi mumkin. Odamlar ko'pincha men uyimni sotmadim, yangisini olmadim, nega to'lov oshdi deb so'raydi. Sabab ko'pincha bozor narxi emas, kadastr ma'lumotining yangilanishi yoki soliq stavkasi o'zgarishi bo'ladi. Ikkinchi guruh, yer uchastkasi bor fuqarolar. Yer solig'i bo'yicha ham ko'p savollar chiqadi. Masalan, odamning aka sot hovlisi bor. Ilgari hujjatda 6 sotik ko'rsatilgan, keyingi xatlovda aka sotik deb tasdiqlangan. Shunda yer solig'i 6 sotikdan emas, 8 sotikdan hisoblanadi. Yoki yer turar joy uchun ajratilgan, lekin uning bir qismida kichik do'kon qurilgan. Foydalanish turi o'zgargan bo'lsa, to'lov ham boshqacha bo'lishi mumkin. Demak, men hech narsa qilmadim degan fikr har doim ham yetarli emas. Hujjatdagi ma'lumot va amaldagi holat mos bo'lishi kerak. Uchinchi guruh ijara beruvchilar.
Agar siz kvartira, uy, do'kon, garaj yoki boshqa joyni ijaraga bersangiz, ijara daromadi rasmiylashtirilishi kerak. Masalan, siz kvartirani oyga 2 million so'mdan ijaraga berdingiz. Bir yilda bu 24 million so'm daromad degani. Bu daromad bo'yicha belgilangan tartibda soliq to'lash masalasi tug'iladi. Ko'p odamlar ijarachim qarindoshim, pulni naqd olyapman, shartnoma qilmaganman deb o'ylaydi. Lekin nizoli vaziyat bo'lsa, masalan, ijarachi pul to'lamasa, uyini buzib qo'ysa yoki kommunal qarz qoldirsa, rasmiy shartnoma sizni himoya qiladi. Bundan tashqari shartnoma yo'q bo'lsa, keyin aniqlangan daromad bo'yicha savollar ko'payadi. 4-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar va kichik biznes egalari. Yangi to'lovlar deganda eng ko'p tadbirkorlar xavotir oladi. Chunki ular uchun soliqdan tashqari boshqa majburiy to'lovlar ham bo'lishi mumkin. Ijtimoiy soliq, aylanmadan soliq, ijara to'lovi, litsenziya yoki ruxsatnoma boji, kassaga xizmat ko'rsatish haqi, bank komissiyasi, elektron hisobot tizimi xarajatlari. Masalan, kichik do'kon oyga 30 million so'm savdo qiladi. Agar aylanmadan soliq stavkasi 4% bo'lsa, oyga 1 million 200 ming so'm soliq majburiyati chiqadi. Lekin tadbirkor shuni to'g'ri kiritmasa, qaytarilgan tovarlarni alohida ko'rsatmasa yoki shaxsiy karta orqali tushgan pullarni aralashtirib yuborsa, hisob-kitobda muammo paydo bo'ladi. 5-guruh avtomobil egalari. Mashina bilan bog'liq to'lovlar ham turlicha bo'ladi. Texnik ko'rik, sug'urta, jarima, ro'yxatdan o'tkazish bo'ji, davlat raqami, notarial rasmiylashtirish, yo'l harakati qoidalari bo'yicha qarzdorlik. Ba'zan odam mashinasini ishonchnoma bilan bergan bo'ladi, lekin jarimalar avtomobil egasiga keladi. Masalan, avtomobil sizning nomingizda, uni ukangiz haydayapti. U 3 marta tezlikni oshirdi. Har biri 300 ming so'mdan jarima chiqdi. Tizimda umumiy 9 ming so'm qarzdorlik sizning nomingizga bog'lanadi. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'lsangiz yoki ayrim xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, qarz oldingizdan chiqadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning nomingizda mulk bo'lmasa, ijara daromadingiz bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyati yuritmasangiz, transport vositangiz bo'lmasa va barcha kommunal to'lovlaringizni o'z vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizga chiqadigan yangi majburiyatlar cheklangan bo'ladi. Lekin baribir shaxsiy kabinetni tekshirib turish foydali. Chunki xato ma'lumot chiqishi yoki eski qarz noto'g'ri turishi mumkin. Endi istisnolar, nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala imtiyozlar. Ayrim fuqarolar to'liq yoki qisman imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, urush qatnashchilari yoki qonunchilikda alohida ko'rsatilgan boshqa toifalar ayrim soliqlar va to'lovlarda yengillik olishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Siz hujjatni taqdim etmagansiz, tizimda maqomingiz yangilanmagan yoki mulk turi imtiyozga kirmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hech narsa to'lamayman deb o'ylash xato. To'g'risi, qaysi to'lov bo'yicha, qaysi mulkka, qaysi davr uchun, qaysi hujjat asosida imtiyoz borligini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik masala qarz va penya. Ba'zan asosiy to'lov katta emas, lekin kechiktirilgani uchun penya qo'shiladi. Masalan, mol mulk solig'i 200 ming so'm bo'lgan. Odam uni vaqtida to'lamagan. Bir necha oy o'tib ustiga penya qo'shiladi. Bu summa juda katta bo'lmasligi mumkin, lekin yillar davomida yig'ilsa sezilarli bo'ladi. Men ko'p ko'rgan vaziyat, odam uyini sotmoqchi bo'ladi, notariusga boradi. Shunda eski soliq qarzi chiqadi. O'sha paytda odam shoshadi, xaridor kutib turadi, bitim to'xtab qoladi. Shuning uchun qarzni faqat zarur paytda emas, oldindan tekshirish kerak. Uchinchi nozik masala kim to'lash kerakligi. Mulkiy to'lovlarda odatda mulk egasi javobgar bo'ladi. Lekin ijara shartnomasida kommunal to'lovlarni ijarachi to'laydi deb yozilishi mumkin. Bu ishga kelishuv. Tashqi idora oldida esa abonent kim bo'lsa yoki mulk kimning nomida bo'lsa, mas'uliyat o'shanga borib taqalishi mumkin. Masalan, kvartira sizniki, ijarachi elektr, gaz va suvni to'lamay ketdi. Siz u yashagan, men to'lamayman desangiz ham, kommunal qarz obyektga bog'langan bo'lsa, muammoni mulk egasi hal qilishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ijara berayotganda hisoblagich ko'rsatkichlarni dalolatnoma bilan yozib qo'yish kerak. 4-nozik masala meros va ulushli mulk. Ota-onadan qolgan uyda 4 nafar merosxo'r bo'lishi mumkin. Uy hujjatda hali marhum nomida turadi yoki meros to'liq rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Soliq va kommunal qarzlar esa yig'ilishda davom etadi. Keyin merosni rasmiylashtirishda hamma qarz bir joyda chiqadi.
Bunday vaziyatda men u yerda yashamaganman degan gap har doim ham majburiyatdan ozod qilmaydi. Merosxo'rlar o'z ulushi, foydalanish olati va hujjatlar asosida masalani hal qilish kerak. 5-nozik masala, noto'g'ri hisoblangan to'lov. Bu juda muhim. Agar sizga tushunarsiz to'lov chiqsa, darhol to'lab yubormang. Avval hisob-kitob varaqasini so'rang. Unda to'lov turi, davri stavkasi, baza summasi, penya bor yo'qligi, oldingi to'lovlar chegirilmagani ko'rsatilishi kerak. Masalan, siz 2023 yil uchun soliqni to'lagansiz, lekin tizimda qarz turibdi. Sizda chek yoki bank ilovasidagi kvitansiya bo'lsa, uni taqdim etib, qayta tekshirtirasiz. Agar chek bo'lmasa, bankdan to'lov tasdig'ini olish mumkin. 6-nozik masala, xabarnoma kelmagan bo'lsa nima bo'ladi? Ko'p odamlar menga hech kim aytmadi, demak to'lamasam bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa ko'plab majburiyatlarda xabarnoma kelmaganining o'zi majburiyatni bekor qilmaydi. Sizning shaxsiy kabinetingiz, mobil ilovalar, soliq portali, kommunal kabinetlar orqali ma'lumotni tekshirish imkoniyati bor. Albatta, idoralar ham to'g'ri xabardor qilish kerak, lekin o'zingizni himoya qilish uchun tekshirib turish eng yaxshi yo'l. 7-nozik masala, yangi to'lov va firibgarlikni ajratish. Hozir odamlarning qo'rquvidan foydalanadiganlar ko'p. Telefon qilib, sizda yangi majburiy to'lov bor. Hozir karta raqamingizni ayting, jarima chiqdi, havolaga kiring. To'lamasangiz hisobingiz bloklanadi deyishlari mumkin. Men qat'iy tavsiya qilaman. Hech qachon SMS orqali kelgan shubhali havolaga kirmang. Karta kodi yoki parolni aytmang. Notanish odamga pul o'tkazmang. Har qanday to'lovni rasmiy ilova, bank, davlat portali yoki idoraning o'zida tekshiring. Haqiqiy qarz rasmiy bazada ko'rinadi. Faqat telefon qo'ng'irog'iga asoslanib pul to'lash xavfli. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, barcha shaxsiy majburiyatlaringizni tekshiring. Soliq organining shaxsiy kabinetiga kiring. Bank ilovalaridagi soliq va jarima bo'limlarini ko'ring. Kommunal xizmatlar bo'yicha abonent raqamlaringizni tekshiring. Agar avtomobilingiz bo'lsa, jarimalar va sug'urta holatini ko'ring. Agar mulkingiz bo'lsa, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Maqsad bitta. Sizning nomingizda nima bor va unga qanday to'lov chiqayotganini bilish. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, stir yoki jassashir raqami, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldingi to'lov kvitansiyalari, ijara shartnomasi, kommunal hisoblagich ko'rsatkichlari, bank to'lovlari tasdig'i kerak bo'lishi mumkin. Agar imtiyozingiz bo'lsa, pensionerlik guvohnomasi, nogironlik haqidagi hujjat yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. 3-qadam, to'lovning asosini so'rang. Agar sizga falon pul to'laysiz deyishsa, qaysi qonun yoki qaror asosida? Qaysi davr uchun, qaysi hisob-kitob bilan deb so'rang. Bu savol janjal qilish uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun kerak. Rasmiy idora sizga hisob-kitobni tushuntirib berishi shart. Agar hisob noto'g'ri bo'lsa, ariza yozasiz. Arizada ismingiz, manzilingiz, obyekt raqami, to'lov turi, e'tirozingiz sababi va ilova qilinayotgan hujjatlarni ko'rsatasiz. 4-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, idorada sizga xavotir olmang. Tuzatamiz deyishdi. Yaxshi, lekin yozma ariza yoki elektron murojaat qoldiring. Chunki keyin muddat o'tib ketsa, sizda dalil bo'lishi kerak. Elektron murojaat raqamini saqlang, qabul qilingan ariza nusxasini oling. Bank cheklarining skrinshotini alohida papkaga joylang. Bugun 100 ming so'mlik masala bo'lib tuyulgan narsa 1 yil o'tib 20 million so'mlik muammoga aylanishi mumkin. 5-qadam. To'layotganda to'lov rekvizitini diqqat bilan tekshiring. Ayniqsa, soliq turi, abonent raqami, avtomobil raqami, kadastr raqami yoki shaxsiy hisob raqami noto'g'ri kiritilsa, pul boshqa joyga ketishi mumkin. Keyin uni qaytarish yoki o'tkazib berish uchun yana vaqt ketadi. Men tavsiya qiladigan odat, to'lovdan oldin ekranni bir marta to'liq o'qing. To'lovdan keyin chekni saqlang. Chekda sana summa qabul qiluvchi, to'lov turi va identifikator ko'rinib tursin. 6-qadam, agar to'lashga imkoningiz bo'lmasa, yashirinib yurmang. Ayrim to'lovlar bo'yicha bo'lib to'lash, muddatni aniqlashtirish, qarzdorlikni solishtirish yoki penya bo'yicha tushuntirish olish mumkin. Idoraga murojaat qiling, vaziyatni tushuntiring, rasmiy javob oling. Eng yomon yo'l bu umuman qaramaslik. Chunki qarz turaversa, keyin ijro hujjati, hisob varaqqa cheklov, mulk bilan bog'liq amaliyotlarda to'siq yoki qo'shimcha xarajatlar paydo bo'lishi mumkin. 7-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, hisobingizni har oy solishtiring. Tushum xarajat, qaytarilgan tovar, bank terminali, naqd pul, onlayn kassa,
elektron hisob faktura bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, oy davomida 1 million so'm terminal orqali tushdi, 1 million so'm naqd tushdi. Lekin kassada faqat 45 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, savol tug'iladi. Bu savolni yil oxirida emas, oyma-oy hal qilgan yaxshi. Buxgalter bilan ishlasangiz ham hammasini unga tashlab qo'ymang. Oxirgi javobgarlik ko'pincha tadbirkorning o'zida qoladi. 8-qadam. Ijara beruvchilar albatta shartnoma qilsin. Shartnomada ijara summasi, to'lov muddati, kommunal xarajatlarni kim to'lashi, hisoblagich ko'rsatkichlari, garov puli, uy jihozlari ro'yxati muddatidan oldin chiqib ketish sharti yozilsin. Masalan, ijarachi kirayotgan kuni elektr hisoblagich 1200, gaz 200-300, suv 410 deb yozib qo'yiladi. Chiqayotgan kuni yana solishtiriladi. Shunda kim qancha to'lashi aniq bo'ladi. Bu faqat soliq uchun emas. Kelajakdagi nizolarning oldini olish uchun ham zarur. 9-qadam. Imtiyozingiz bo'lsa, uni kutib o'tirmang, tasdiqlating. Tegishli idoraga boring yoki elektron portal orqali murojaat qiling. Menga imtiyoz qo'llanilmagan. Qayta hisob kitob qilishni so'rayman deb yozing. Ilovaga tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shing. Agar imtiyoz faqat bitta obyektga qo'llansa, qaysi obyektga qo'llash kerakligini aniq ko'rsating. Aks holda tizim siz xohlagan mulkka emas, boshqa obyektga qo'llashi yoki umuman qo'llamasligi mumkin. 10-qadam. Oilaviy mulk va qarzlarni tartibga soling. Uy kimning nomida, mashina kimning nomida, yer kimning nomida, kommunal abonent kimga rasmiylashtirilgan. Buni bilib qo'ying. Ota-onalar nomida qolgan, lekin farzandlar foydalanayotgan mulklar ko'p. Keyin sotish, meros, garov, kredit yoki rasmiylashtirish paytida qarzlar chiqib keladi. Oilada buni oldindan gaplashib, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Har qanday yangi to'lovni 3 ta savol bilan tekshiring. Birinchisi, bu to'lovning huquqiy asosi bormi? Ikkinchisi, bu to'lov aynan menga tegishlimi? Uchinchisi, summa to'g'ri hisoblanganmi? Shu 3 savolga javob topilmaguncha shoshilinch xulosa qilmang. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, vaqtida to'lang. Agar xato bo'lsa, hujjat bilan e'tiroz bildiring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan maslahat oling. Demak, yangi to'lovlar deganda faqat yangi soliqni tushunmaslik kerak. Bu eski majburiyatning elektron tizimda ko'rinishi, qayta hisob-kitob, kadastr ma'lumotining o'zgarishi. Ijara yoki tadbirkorlik daromadining aniqlanishi, kommunal qarz, jarima, penya yoki rasmiy xizmat haqi bo'lishi mumkin. Eng muhimi, vahima qilmaslik, lekin beparvo bo'lmaslik. Har bir to'lovning asosini tekshiring. Hujjatlarni saqlang. Imtiyozingiz bo'lsa tasdiqlating. Noto'g'ri hisob bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda ham yangi to'lov, tushunarsiz qarz yoki noto'g'ri hisob kitob chiqqanmi? Qaysi idorada, qaysi to'lov bo'yicha muammo bo'ldi? Men keyingi videolarda aynan siz yozgan vaziyatlar asosida alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir odamga kerak bo'lishi mumkin.